tilini o'rganishni boshladik, lekin hali ham o'zingizga xitoycha ism topmadinglarmi? Kelinglar, men sizlarga qanaqa qilib o'zinglar uchun xitoycha ism topishni o'rgataman va bu tekin. Mana shu veb-saytga kiramiz. Kirganimizdan keyin mana bu toolsga bosamiz. Xo'p, toolsga bosib o'tdik. Bitta narsa aytib ketaman. Bu veb-saytda sizlar ko'p narsalarni ko'rib, o'rganib chiqsanglar bo'ladi. Flash kartlar bor, HSKga taalluqli so'zlar bor. Hammasini ko'rib o'rganib chiqsanglar bo'ladi. Xo'p, ketdik. Biza name generatorga kiramiz. Xo'p, bu tarafda уже siz tanlab chiqishingiz kerak. Sizga qanaqa stildagi ism kerak? Masalan, menga sal modern bo'lsin. Xo'p, keyin qanaqa eshitilishi kerak, to'g'rimi? Bu natural bo'la qolsin menga ham. Yo'q, menga Moskva bo'lsin. Keyin mana bu tanlab chiqasizlar o'zingizlar qanaqa xohlayotganinglarni. Bu yoq tarafga more'ga bosamiz va here we go. Mana bu yoq tarafda hammasi xitoycha familiyalar. Albatta xitoy tilida birinchi familiya keladi, keyin ism keladi. O'shaning uchun familiya juda ham muhim hisoblanadi. Sizlar bitta familiya tanlashingizga to'g'ri keladi. Xo'p, qanaqasi sizlarga zo'r eshitilyapti? Masalan, min, lin, to'g'rimi? Keyin yana qanaqa chin, wang debaman kecha Jangni tanlaymiz-da. Jang loshi deydi-yu. Menga mana ismlar chiqarib berdi. Xo'p, ko'ramiz. Bu tarafda yozilishigacha, aytilishigacha. Zhang Mingyuan. Zhang Mingyuan. Xo'p, bu tarafdagi nima ma'noni bildiradi? Hammasi полностью mana hammasi ko'rsatilgan. Xo'p, Jangjia, mana bu excellent degani, juda ham zo'r. O'zinglar uchun shunaqa qilib nom tanlasanglar bo'ladi. Agar yoqmayotgan bo'lsa, regenerate. Mana sizlarga yana boshqa ismlarni chiqarib keldi. Shunaqa qilib o'zinglar uchun zo'r va tekin xitoycha ismlarni tanlasanglar bo'ladi va bularning ma'nolarini bemalol ko'rib o'rganib chiqasizlar. Tadam! Agar foydali bo'lgan bo'lsa, like bosinglar.